ota-onasi bu yolg'onni bilgan. Birinchidan bu bizning yurisprudensiya tilida agar oladigan bo'lsak, bitta firibgarlik bor. Birinchidan aldab sotish, aldab o'tkazish, aldab Olish. qilish, yolg'on aralashyaptimi? Nimadir o'zini maqsadiga erishmoqchi. Bundan tashqari qasddan bu bola o'zi tushunmayaptimi bilmadim, agar qasddan agar shu ishni qilsa, qasddan spid kasalini, AIDS kasalini yuqtirish bu jinoiy javobgarlikka tortiladigan modda bu. Birinchidan. Ikkinchidan men o'ylab ko'rardim, misol uchun shu qizga agar shu odamlarning o'ziga agar shunaqani встречный bir taklif bilan chiqilsa, ular kasal bo'lmasdi-da, qiz AIDS bo'lib qoldi, sizlarni hayotda bola uylanmasdi bu qizga. Kim o'ziga shu narsani ravo ko'radi? Kim bunaqa og'riqni o'ziga ravo ko'radi bu narsani? Hech kim o'ziga bu narsani ravo ko'rmaydi. Lekin bitta hozir ular endi sharmandachilik deydi, birov bilmasin, boshqa qilmasin. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Uylanishdan maqsad ham zurriyotlarimizni ko'paytirish. Shu kelin ovamizmi, kelinimiz bizani zurriyotlarimizni ko'paytiruvchi, naslimizni ko'paytiruvchi inson. Shuning uchun nasl toza bo'lishi uchun hamma narsa shu narsaga bog'liq, nasl toza bo'lishi. Bu doktorlar yaxshi biladi, DNK bor, geni bor, boshqa bor, unisi bor, bunisi bor. Ya'ni hattoki bir marta jinsiy aloqada bo'lgan ayolda уже ikkinchi marta boshqa erkak kishi bilan jinsiy aloqada bo'lib, undan tug'ilgan farzandi toza bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, men bu narsani doktorlardan, advokat sifatida men o'zim uchun qiziqib, mana shu gen bilan, DNK bilan shug'ullanadigan olimlardan so'raganman. Davlatimiz bekordan bekorga bu tibbiyot ko'rigidan o'tishni chiqarmagan. Faqatgina AIDS kasali emas. Bizda misol uchun keladi, ajrashyapmiz. Nimaga ajrashyapsizlar? Endi advokat bo'lganimiz uchun narkoman ekan deydi, tabletkachi ekan deydi, epilepsiyasi bor ekan qizimizning kelinida. Nega tekshirmagansizlar? Qo'lingizda sizlarda imkoniyat bo'lgan to'ydan oldin tekshirishga. Shahlo bo'lgan ularda. Imkoniyat bo'lgan. Nega tekshirmadinglar? Nega? Endi o'zbekchilik qildik, u qildik, tanishida, qarindoshida, aynan qarindosh, yaqin qarindoshlardan shunaqa narsalar kelib chiqadi. Shunda ikkita xolalar, amakilar xudo bo'yapti, qaysirini qizi yoki bolasida epilepsiya kasali bor. Nega shuni aytmaydi? Nega shuni bekitadi? Biladi. Men aytmoqchimanki, bu holatda ham qizim sizga bitta gapda, sizning holatingizda ham kuyovni ota-onasi bilgan bu narsani. Bo'lishi mumkin emas. Farzandini o'yitsa bo'ladi-ku, bilmaydimi bular? Yengillik bo'lganda bular aytishardi, qizim bo'ldi, biz aloqani uzamiz, bo'ldi. To'g'ri qilasiz. Bizga kerak emas bu narsa deb. Chunki meni amaliyotimda shunaqa narsa bo'lyapti, men bittasini himoya qildim. Narkotik bo'yicha. U nina orqali yuqtirgan AIDS kasalini. Nina orqali yuqtirgan, 20 yildan beri bir ayol bilan yashayapti, ayoliga yuqqan, ayolidan qiz farzand tug'ilib, qizi shu kasal bilan 17 yosh bo'ldi. AIDS kasali bilan. Haqiqatan tuzalmaydi. Ular nasitillar, o'zida olib yuruvchilar aytmoqchimanki, qizim, rozi bo'lmang. Ota-onangiz nima deyapti shu narsaga? Ota-onangizdan gapiring. O'zingiz ota-onangiz nima deyapti? Men o'zim ota-onam ham qarshi to'y bo'lishiga. Bo'ldi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizga bitta narsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilinglar. Men bu narsani qasddan kasal yuqtirishga deb hisoblayman. Boshqa narsa deb hisoblamayman. Bular bila turib o'g'lini kasalligini sog'lom qizni olmoqchi-da, sizga yuqtirmoqchi. Men shunaqa deb hisoblayman. Yurist sifatida, huquqshunos sifatida qasddan sizni kasal qilmoqchi. Mana huquqni muhofaza qiluvchi organlarga boringlar, murojaat qilinglar, yozib beringlar ariza. Shunaqa holat bo'ldi, hech nima anaqasi yo'q. Qonun ustuvor o'zi ta'minlaydi, o'zi kerakli javobgarlikka tortib, kerakli masalada o'zi qaror chiqaradi. Tushundingizmi? Mana men sizga taklifim shu, aniq, tiniq taklif. Bu qo'rqib turibdi-da, hozir qo'rqib turibdi. Bunga har xil qo'rqitadigan gap so'zlar to'g'rimi Gulnora? Biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Eskicha jamiyatda yashayapmizmi? Endi yosh qiz, bola qo'rqitgan bo'lishi mumkin.